Hammaga salom alaykum. Mana bugun bitta mijozimizga eng katta latokulardan jo'natib yuboramiz. Bu latokumuz DEN 200 seriya hisoblanadi. Ya'ni bu ichi 20, mana ichi toza tomoni 20 bo'ladi, chuqurligi ham 20 bo'ladi. Bu modelimiz nimasi bilan afzal etsak, tashqi tomoni 25 sm, ichi toza tomoni 20 sm, chuqurligi tashqarisi 22, ichi 18 sm. Bu krishkamizga usilenniy yechistый metal deyiladi. Bu pressionniy usulda tayyorlanadi. Mana ko'rishingiz mumkin, shoflari akkuratni qilingan. Rossiyskiy zavod mahsuloti. Bu Rossiyada ishlab chiqarilgan Stella zavodining reshotkalari, tagida bo'lsa gidrolika zavodining plastik latoklari. Bular qanaqa montaj qilinadi? Plastik og'ir yuklarni ko'taradimi degan savolga ha, ko'taradi. Chunki bu plastik sizlarda faqat qolip vazifasini bajaradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana hamma shellarga bu beton quyilgandan keyin bu beton latok bo'lib ketadi, qolip sifatida. Hamma nagruska bo'lsa, mana reshotkaning o'ziga tushadi. Bu reshotkamiz 16 tonnagacha yuk ko'tarish qobiliyatiga ega. Sentralniy kreplение, xolisinglar bokovoy kreplение qilsanglar bo'ladi. Jelatina sentralniy kreplение tavsiya qilinadi bu modelda. Mana kimga shunaqa latoklar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, qo'ldan kelgancha qilib beramiz.